Ребят, сегодня мы будем проверять, насколько он будет, короче, бессмертный. Проверяем. Первый. Нет. Второй. Нет. Третий. Нет. Четвертый. Нет. И пятый. Нет. И шестой нет. А теперь седьмой. Нет. 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 И не дали. Нет. 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 Не можно я так поставить? Нет. Спасибо. Что? Нет. Buhariga Кушки? O'zbekistonlik Кушки маленькие. mehmonxona qilib turib, bezab qo'yishadi. Hamma tilla bilan haligi. Bu rang xolos-ku, tilla bo'lsa ham mayli ekan. Zachем? Voy bolalar yaxshi ko'rib. Nimani yaxshi ko'radi, tillanimi? Yo'q, mana istakanda bolalarga oldim. Bolalarga oldim men. Bular plastmassada ishlayapti bu. Bunaqani 5 minut hasrat sindirishib tashlab yuboradi bu. Пока. Endi odamzod to'y qiladi, boshqa qiladi, ishlarga kerakda. To'yni nima qilamiz bu endi. Bitta xonani nima qilsa, Asha bitta xonalida. Yaxshi. men unaqa to'y qilmaymiz bu. To'y kafe restoranda bo'lyapti bu yerda. Uyni ichida hech kim to'y kuzatmayapti. Nima qilyapsan hozir? Joylab qo'yibman. Bizga prosta hozirga pasoda kerakda, hozir bu to'yga pasoda kerak emas. Hozir yeyishimizga, ichishimizga pasoda kerak edi. Hozirgi piylar Все равно нет. Даже если на глаза, havo bor. нет. Hozir ichishim. Bunda arzon narsani olib kelish kerak ekanda senga. Tillalari yo'q. Voy, bizga buni nima kerak? O, 1 yilda bir, 5-6 yilda bir ochiladigan narsaga pul sarflab qo'yib, qarab o'tiramiz. Mana yetishtirdingmi? Tuzab qo'yasan, ana o'z uyingga, bitta uyda mehmonxona qilib. O'zbekcha qilamiz. Nima qilasan buni? Ko'chaga chiqasan. Nima qilasan ko'chada? Mana shu kelajak qilaveraylik, u yoqqa qilaylik. Yesam? Azafar aka, paytaylik, mana narsa. Nega farq yo'q? Mayli yetishtirib qo'yish. Mas'uliyat tashlab qo'yding bo'ladi. Наконец-то я на свободе. Ребят, вот никак не вышло. Вот. Почему бессмертный никогда не умирает? Вот. Даже если электрошок. А вот обычный чел. Смотрите, если я вот так вот делаю раз,
Ne yapıyorsun? Ha, Sırası Masını вот hak к etti. этой ручке. Demesin. Men bir olinib qoladi-da. Keyin sada ola olasiz. И вот еще есть такая вот. Allah. Ana içinde getire narsalardı. Yere koy, içine ıslatla. Nasıl soğuktu? Sürmeydi yani. Вот она сейчас выглядит. Minotavr, şaman, Ha? Moda yok endi. O'zbekistonning modasini belki ko'tarib kelishni keragi bor. O'zbekiston Haligi sayt o'tganda bilan haligi video qilib, haligi servantlar qo'yib, ichiga nima idishlar terib qo'ygan voy bilan. Eski zamon, eski o'zbeklarning nimasini qilib qo'yibdi. Nima keragi bor? Bo'pti. Davay, moq. Qo'llarda arti bor, mana qara. Ularni atrofi bunday shalta bo'lib ketibdi. O'ylar. voy bolalaring yurib salta qiladi. Nima deyapsan? Hozir bolalaring kichkina, yana 5 yildan keyin bolalaring katta bo'ladi. Mana shukurdi bolalari katta bo'lib qolib, hamma yo'lda qilishyapti. Ayasiga yordam beryapti. Ayasi tunday og'rib qolyapti. Qilishyapti bolalar. Buni ancha-muncha odam ham olmaydi. Puli bor oladi. Hali jinni ketdi, haligi hozir archilik kelyapti, mehmon kelib ko'zing yapti, ochilib qoladi. Mehmon kelganda kiringlar marka, o'tiringlar marka deganingda. Har bir mehmon keladi. Ha, bu o'zbek ekan deydi. Este asane. Este. Yaptı yaptı. Ya? Новый полос.